Qarg'unjon. Uzr aka. O'zingiz yo'lidan chiqyapsiz-ku, nima qilyapsiz? Yo'q, nima qilyapsiz? Bu yoqda urish mumkin emas, ko'chaga chiqib urishinglar. Ishib qoldingmi sen, ha? Ishib qoldingmi? Olmani ko'chada kutgan, ko'chada gaplashamiz. Vaqting aka bor ekan, o'sha yerda gaplashamiz. Bolchiq. Aka, qutqarib qo'yingiz, o'zim kachoq ekan. Nima bo'lyapti deydi? Aka, bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Xolodilniklar narxi vashcha tushib ketdi. 5 minut kutib ol, chiqaman. Sen bilan gaplashaman, boshqacha gaplashaman lekin. Aka, mart oyida Idiyada arzon narxlar mavsumi boshlandi. Bu aksiyada naqdga ham 12 oy bo'lib to'lashga ham osis bo'ladi. Zo'r-ku. Bu Konras g'irt bekorchimi deyman. Kutib tur desam, kutib turibdi-da mana. Ketavermaydimi? Aka, bunaqa narx hech qayerda bo'lmasa kerak. Masalan, 211 litrli Premier xolodilnikini naqd pulga 2 million 999 ming olsangiz bo'ladi. 12 oyga 249 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Kattarog'i ham bormi? Bor. 212 litrli Artel xolodilnikini naqd pulga 2 million 999 ming so'mga olsangiz bo'ladi. 12 oyga 349 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Kattarog'i bormi yana? Uncha kattasiga qiziqdingiz, a? Yo, men endi o'z vaqt o'tkazay deyman, ketmayapti eshak. Mana dizayni bomba 348 litrli Premier xolodilnikini oyiga 459 ming so'mdan to'lab olasiz. Sovg'asiga 32 talik Smart TV. Televizor berasizlarmi sovg'asiga? Ha. Zo'r-ku. Aka, katta deysiz. Mana katta oilaga 503 litrli Goodwill xolodilnikimiz bor. Buni oyiga 999 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Sovg'asiga Laretti kir mashinasini ham beramiz. Zo'r-ku. Aka, undan tashqari bizda Samsung, LG xohlagan brenddagi xolodilniklarga aksiyaga tushgan. Kelasiz, maza qilasiz, olasiz, ketasiz. Ya xudoga shukr, ketdani. Bo'ldi aka, ertaga kelib olib ketaman. Ketdani, men ketdim aka. Ketib qopti-da, qo'rqoq, duq. Yo'q. Akajon ketmaganmi deysiz? Nima xohlaysizmanda? Otam bodam emas ekansiz, aka. Ko'chada kutdingiz, kutib o'tirman. Vaqt yo'q deyapman. Kam soat o'tiribsiz? Chiqmaysizmi tezroq? Nima deyapsan, to'y? Zalga chiqib hamma joyingga ishlabsan, ovozga ishlamabsan-da. Boy qol. Boy qol ayanga aytaman hozir. Boy qol. Nima bo'lasan? Bunaqa gapirma. Kulgu kelyapti uka.